Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimiz takfir, ya'ni nohaqdan kufrga chiqarish haqida. Ba'zi ekstremistik toifalar gunoh qilgan musulmonni darhol kofir deb e'lon qiladi. Ular gunoh va kufr tushunchalarini bir-biriga tenglashtirishga urinadilar. Bunday xatarli va asossiz qarashlardan saqlanish har bir musulmonning vazifasidir. Bu toifalar o'z fikrlarini asoslash uchun Qur'on oyatlari va hadislarni noto'g'ri talqin qiladilar. Aslida bu diniy matnlar gunohkorlarni ogohlantirish yoki solih amallarga rag'batlantirish maqsadida nozil qilingan. Ekstremistlar esa ularni asl mazmundan ajratib, noto'g'ri talqin etadilar. Diniy dalillarni faqat ahli sunna val jamoaning ishonchli ulamolari orqali o'rganish zarur. Noo'rin talqinlar va shubhali manbalarga ergashish nihoyat xatarlidir. Musulmonni gunohi tufayli kofirga chiqarish xavorijlar firqasining yo'lidir. Bu yo'l tarixda musulmonlar o'rtasida katta fitnalar va qon to'kilishiga sabab bo'lgan. Tarixdagi bu xatolardan saboq chiqarish, ularni takrorlamaslik muhimdir. Ahli sunna va jamoa e'tiqodiga ko'ra, islomning asosiy e'tiqod qoidalarini inkor etmagan har bir musulmon gunoh qilsa-da mu'min hisoblanadi. Uning iymoni nuqsonli bo'lsa ham, lekin kofir emas. Gunohkor musulmonni qoralash o'rniga unga nasihat qilish, hidoyatiga duo qilish, to'g'ri yo'lga yo'naltirish kerak. Xulosa qilib aytganda, shirkni og'ir gunoh ekanligini va uni oqibatlarini anglash kerak. Shu bilan birga boshqa gunohlar darajasini to'g'ri tushunish, ularni kufr bilan tenglashtirmaslik lozim. Gunohkor kishi Allohning rahmatidan umidini uzmasligi, ammo gunohlariga chin dildan tavba qilishga intilishi zarur. E'tiboringiz uchun rahmat.